Senga tushunmayman-da. Haligacha bironta qiz bilan отношение qilmagansan-a? Prosta xohlamayman. Menga qara, ish qilib bolalarga qiziqmaysanmi? Bo'ldi, hazillashma, o'zingdan seriozingga qolmagan. Xohlamasligimning sababi bir otaning umidlar bilan katta qilgan qizni hayoti barbod bo'lib ketishidan. O'sha otasini o'rnida bo'lib qolishdan qo'rqaman. Bo'pti, men ketdim. Nima qilarding, qizni hamon oldida sharmanda qol. U qiz qanaqaligimni yaxshi bilardi. Bilib turib o'zi rozi bo'ldi. Sen ham o'zingni qora ekan yoqolmagan, hech o'ylamaysanmi? Nimani? Sen sindirgan qalbni Alloh sevgan bo'lsa-chi?